Asal olish mavsumi boshlandi, xudo xolasa. 2023-yil 2023-yil 30-may. Asal olish uchun harakatni ko'ryapmiz. Mana medagol olib kelyapti. Xudo xolasa bugun o'zimizni ishdan chalg'ib, bu bizni birinchi hunarimiz bu. Ota kasb. Dadam ham shu ish bilan 40 yildan shug'ullanadi. Ko'z tegmasin, kamchiligimiz yo'q, zo'r. Doim harakatimizga yarasha beryapti. Yuk mashinamiz bizni. Shu asalarlar shu mashinada tashiymiz. Harakat boshlandi, xudo xolasa. Dadam meni shopirga o'tyapti. Bu parqozon deymiz. Bunda o'sha asalni kesish uchun shundan foydalaniladi. Shu pichoqni qizdirib beradi, shundan chiqqan par. Ramz akam xizmatda, xudo xolasa. Charchamayapsizmi? Xudo xolasa. O yoqda akam, xaloq akam. Mana. Ular ham o'zining ishi bilan ovora. Xushtbek Sadirdan bular. Bu men. Doimgidek syomka qilmoqdaman. İşler bir-birini hammalar o'zlari ishlarni qilib qilaversa-da, mahkam bo'ldi. Bo'ldi. Aralashmaslar bir-birlariga.